xavfsizlik kamaridan foydalaning deyilmaydi-da. Bitta shu xavfsizlik kamari ham inson hayotini 70-80% ga saqlab qoladi. Ana xavfsizlik kamarini taqmaganda oltidagi yo'lovchi qattiq zarb ta'sirida mana lobovoyga bosh tegib, boshi yorilgan. Shuning uchun har doim o'zi mashinani boshqarishdan oldin haydovchini ham, yo'lovchini ham xavfsizlik kamaridan foydalanishi shart deb yo'l harakati qoidalarida yozib qo'ydi. Shu yo'lda bo'lgan ekan. Tadbirdan maqsad endi nima hozir so'raymiz. Ikkinchisi mana shu mashina. Professional shoferman. Shu yo'lda o'zi olibdi. Mehnat qilsa, puldan o'rniga keltirsa bo'ladi-da. Lekin buni ichida bo'lgan fuqarolarni sog'lig'ini joyiga keltirish, o'rganib kiritish ilojisi yo'q-da. Kimdir yetim qoldi, kimdir arzimagan qolyapti. Arzimagan bitta e'tiborsizlikni oqibatida kelib chiqqan narsa-da bu. Shuning uchun agar men ishlamlar ko'pirsizlarda iloji yo'q. Shofer bo'lmasanglar ham yo'l harakati shofer deganlar. Xo'p, endi asosiy sababi shu YPX xodimi vafoti sabab bo'lib shunaqa tadbirlar boshlanibdi. Polniy mana shoferlarga yo'lda tushuntirish ishlari. Nima tadbirdan maqsad nima? Shu e'tibor xavfsizlik kamarini taqqan holatda yo'llarda o'zingizlarda ehtiyot qilib chiroyli haydashni maslahat beryapti. Mana o'zimiz shu yo'lda bo'lgan deyapti. Ikkala mashinani egasi ham vafot etgan deyapti. Inna lillahi. Alloh saqlasin. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Xavfsizlik kamarini taqib yo'llarda ehtiyot bo'lib yurish hammamizga nasib qilsin.